Hammaga assalomu alaykum. Bugun men sizga Mirash kartasiga fishkalardan bittasini ko'rsataman. Buning uchun biza KT tarafda bo'lishimiz kerak. Shunaqa yuramiz. Bu B saytda ishlaydigan fishkada bu. Birinchi igrok keladi, razbit qiladi va yugurib kelayotgan odamimiz mana shu soyadan, mana shu ko'rayotgan soyalardan ozgina oldin to'xtash kerak bo'ladi. Примерно mana bu yerga. Mana to'xtaydi shotga. Shotga to'xtaganidan keyin mana bu chuqurchaga примерно to'xtaydi. Bu tez bo'ladi o'zi, na samom деле, praktika qilgandan keyin keldi. Mana to'xtadi. Bu to'xtagandan keyin ikkinchi igrok, o'sha apsga chiqib ketmoqchi bo'lgan igrokimiz, aps igrok chiqib ketish kerak bo'lgan igrok keladi-da, sakrab kontrol bosib, chiqib ketadi. O'sha payt timing ushlab olasizlar sizlar. O'tgan igroklar tutmaydi sizlarni umuman. Va otib tashlaysizlar bilan. Hozir men sizlarga o'yindan bo'lgan bitta praktikani ko'rsataman. Bu o'yindagi vaziyat. Juda bu 100% o'xshaydi. Давай. Кон закрыли. Все. Апс. Убил апс. Сработало. Shunga o'xshash kerakli ma'lumotlar o'tkazib olmaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.